Obbo hoji aka, hali ham ikkilanib o'tiribsizmi? Bu minivatani nima qilay, olaymikin, olmaymikin, foydalanamikin deb o'tiribsizmi? Unaqa ikkilanib o'tirmang. Shartni oling-da, mazza qilib foydalaning. Bilaman, siz birinchilardansiz, ko'chatchilik bo'yicha, hosil olish bo'yicha eng birinchilardan bo'lib kelgansiz. Mana shu yengillikni qilsangiz, yengillik bo'yicha ham siz birinchilardan bo'lasiz. O'zi bu minivata Rossiyadan keltirilgan. Pomidor, bodring, turli xil ko'chatchilik uchun mo'ljallangan. Ayniqsa atirgullar orasida juda mashhur. Atirgulchilar shunaqangi mazza qilib foydalanishyapti. Buni sizga ham tavsiya berib qolaman. Mana bunaqa qarang. Urug'chilik uchun ham alohida mana bunaqa narsalar ham yasab berishgan. Urug'ni mana shu joyiga ekib turib, mana shu yerga qo'yib sug'arib borasiz, avtomatik urug'dan pastiga minivataga ildizlar tarqalib, shunaqangi unumli hosil beradi. Kattagon ob'yemni olib qo'yganmiz-da, sizlarga kerakli razmerlarni ham zakazga olib keltirib beramiz. Mana bu pastdagi raqamlarga telefon qilsanglar, mana shu haqida bizning mutaxassislarimiz yanada to'liq ma'lumot berib, maksimalli optim narxlarda qilib berishadi. Bunaqa yengillik mahsulotlardan foydalanib qolish kerak.